Kam tengdoshlaridan orqada qolyapti, ham aqliy va jismoniy. Bunga lor kasalligi sabab bo'lishi mumkinmi? Asosiy lor kasalligi 5 ta sanab o'taman. Bular natijasida bola ham aqliy rivojlanishdan, ham jismoniy rivojlanishdan orqada qoladi. Birinchisi bu adrenalin vegetatsiyasi. Ya'ni burun halqumda adrenalin vegetatsiyasi kattalashgan natijasida bola yaxshi nafas olmaydi. Yaxshi nafas olmagandan keyin bu ham o'tishda orqada qoladi, ham aqliy rivojlanishda orqada qoladi. Ikkinchisi burun to'sig'ining qiyshayishishi. Burun to'sig'ining qiyshayishishi bu ham burun orqali yaxshi nafas olmagandan keyin bola ham jismoniy, ham aqliy rivojlanishdan orqada qoladi. Uchinchisi surunkali tanzilitlar. Surunkali tanzilitlar bu doimiy bolani bezovta qilib turgandan keyin bu bolani o'sishidan hamda aqliy rivojlanishdan orqada qolishiga sabab bo'ladi. To'rtinchisi bolalarda ko'p uchrab turadigan neyrosensor eshitish pastligi. Ya'ni eshitish past bo'lgandan keyin bola buni o'zidan jamiyatga qo'shila olmaydi va eshitish past bo'lgandan o'zining tengqurlaridan orqada qoladi va aqliy rivojlanishdan orqada qoladi. Keyin quloqning yiringli kasalliklari. Yani bunda ma'lumotlarda teshilib, o'sha yerda yiringli ajralmalar chiqadi. Bu ham eshitishga ta'sir qiladi, ham bolaning aqliy rivojlanishiga ta'sir qiladi.